Hurmatli obunachilar, yangilikni zo'ri Qozog'istonlik obunachimizni Hyundai Porterlari bitdi. Yaqinda videosini qo'ygandim. Solarka holatda kelgan bu mashina. Bunga Kia Bongo zavodskoy propan 5-pokoleniya 159 ot kuchi, motor, korobka, richak tros, radiator, kompyuter, ravada jamiki Kia Bongoni agregatlar qo'yilgan. Hisobda bitta donor Kia Bongo, yangi Bongo Koreyada avariya bo'lgan Bongoni ko'ryapsiz, donor sifatida uni bitlovchilari mana o'rnatildi. Richaklarigacha, aytganimda pravadalari bormi, tablosigacha zavodskoy propanni tablosi bo'ldi o'rtoqlar. Bu bilas yonganda zamok ochganda LPG yozuvchi chiqadi, LPA keyingina zavod bo'ladigan. Motor ishlashiga bitta baho berasiz, haqiqiy mutaxassislar kuzatishadi. Hyundai Porter 2005 ekan, birkasi 2006 ham bo'lishi mumkin. Hayotga qaytdi bu mashina. Qarang. Quvvat zo'r, sanchyapti, joyida sanchyapti mashina. Mana qarang, 83,5 litrli qolipda tushgan. Hozir buni tortishdan bitta bosib ko'ramiz. Qilingan ishlar bunga kartina peredolari qo'yib berildi hali. O'rtoqlar, xolodilnik ishlashi cho'tki ishlayapti mana. Mo'ljalda go'sht va go'sht mahsulotlari tarqatganlar shunga ishlatilgan. Mashina xohlasa hayotga qaytdi. Qozog'istondan kuzatib borishardi bular ishlarimizni o'rganib olma, cho'qlanib turishni. Bu yerda motor qo'yilgan, mana 2005-2006 bo'lishi ham mumkin. Bu Porter yangi chiqqan avlod, mana 2005-yillardan mana bu avlodga o'tgan. Undan oldingi avlodlar hali yumaloq farali, haqiqiy o'lmas kashi, unisi Qirg'izistonda haqiqiy legenda u. 188 ming yurgan ekan. Qarang, mana tablolari, Bongoni tablosi, zavodskoy propanni tablosi bo'lgan. Magnitofon ham yo'qlar, cho'tki ishlashiga gap yo'q. Hozir bitta men joyida bosib ko'raman buni, qanaqa tortadi. Buni katta ko'chada hayda olmayman o'rtoqlar, qozoq nomerda. Mana azizlar, LPA yozuv yondi. Bilasiz, zavodskoy propanlarda yashil yozuv o'chgach, keyin zavod qiladi. Mana o'chdi. Yarimtaga yurdi. Gaz ko'tarishini qarang. Sanchyapti, boru. Mana shu bo'ladi. Shu bo'ladi. Joyida sanchyapti. Bunday balon alishdan bo'ladi. Bu motor Hyundai Porter uchun o'ta kuchlilik qildi. Umuman o'ynatib yubordi bu mashinani. Oldingi Marg'ilonlik obunachimizga qo'yganimizda ham bilganman buni. Bu motor Hyundai Porter uchun o'ta kuchli. Suradi bu, yo'qolib ketadi. O'ta zo'r tushdi bunga. O'zidan yo'qlik rasxodi ham kamroq bo'lishi kerak. O'ynatib yuboryapti bu. Kamiga Qozog'istonda propanning narxi ancha arzon deb eshitdim. 2000 so'mga bormagan 1 litri. Qay darajada to'g'ri bilmadim. Qozog'istonga borganlar yo'q, Qozog'istondan ko'rayotganlar kommentariyada yozib qo'yinglar. So'mga chaqib hozirda Qozog'istonda propanning narxi nech pul? Azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Chiroyli, sifatli qilib aytganingizda mashinangizni o'rnatib, motor korobkalarni o'rnatib beramiz. Ko'ryapsiz, nafaqat O'zbekiston, balki mana Qozog'istondan kelib motorlarni o'rnatib ketishyapti. Azizlar, xudo xolasa barcha mijozlarimiz mamnun. Sizlar fikr mulohazangizni kommentariyada qoldiring. Shunaqa eksklyuziv, betakror yangiliklarni muntazam ko'rib borish uchun Universal Avtoalamga albatta obuna bo'lishingiz kerak.